Trenddagi Dubay shokoladi. Sotib olishga qornim og'rib, o'zim tayyorladim. Sizlarga ham o'rgatib qo'yaman. Birga o'xshab chiqadigan Katayev xamirlari bilan birgalikda. Va bonusiga trend bo'lish kutilayotgan dubayskiy klubnikovoy shokoladi. Katayev xamiri uchun un, kraxmal, suv, o'simlik yog'i yaxshilab aralashtiramiz va yanada mayinroq bo'lishi uchun sitadan o'tkazamiz. Mishok uchini kichikroq teshiylash, shunda Katayev xamiri yanada ingichkaroq bo'lib, birga-bir o'xshab chiqadigan tovada xuddi videodagidek pishirib olamiz. Tayyor Katayev xamirlarini kesib, tillarang bo'lgunga qadar saryog' bilan qovurib olamiz. Tayyor bo'lgan Katayev xamirining ustidan fistashkoviy pasta solamiz. Pastani o'zingiz tayyorlasangiz ham bo'ladi. To'liq retseptini opisiyaniyada yozib qoldiraman. Shokoladni suv hammomida eritib olamiz. E'tiborli bo'ling, eritayotgan idishingizda umuman suv bo'lmasligi kerak. Endi pulimga shokolad qolipni ham sotib olamanmi deb o'tirmasdan, uyimda bor qoliplarga solib surilgan shokoladni qotirib olib, ketidan fistashkoviy Katayev xamirlarini solib chiqamiz. Va yana ustidan shokolad qo'yamiz. Qotganga qadar klubnikovoy shokoladi tayyorlaymiz. Yaxshilab yuvib, quritilgan klubnikani shokoladga botirib, so'ngra Katayev xamirlaridan solib chiqamiz va shokolad bilan bezak beramiz. Tayyorlasanglar, rasxod 200 mingga ham bormas ekan. Qale, sizlarga video yoqdimi? Agarda yoqqan bo'lsa, marketing qurbonlariga yuborib qo'yinglar.